Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugungi Maler akamizni, Halim akamizni ishi mana bu oy qilinyapti. Endi xudo xolasa oy o'zi pastda bitib qolayozdi. Endi bu tomondan giproklar bo'ladi. Giprakda qiyasi avval bo'lib turib, mana buni girdida svitodiod qo'yiladi. Svitodiod qo'yilib, oqshom yonganda xuddi uyingiz oldida karachi kallangizni tepasida oy turganday bo'ladi. Oydimda osmonga qarab izlamaysiz, uyingizdan izlayverasiz. Mana lekin bu yerdan chiqqan chiqarib qilingan. Hali bu yerda nima ishlari ham bor. Bo'yoq ishlari. Hali yana ham ochiladi. Uydan kirganda hamda bo'ladi. Mana ular teshiklar kraterlar. Ya'ni bir paytlar dinozavr zamonida biga toshlar kometalarga urilgan. Stenadan chiqqan. Endi bag'i nasib qilsa giprok qilingandan keyin vashim ayiradi. Mana shunaqa zakazlar bo'lsa ham, zakazlarda ham Halim akamiz qilaveradi. Katta bir restoraningiz bo'ladimi, yoki bir stolovoyingiz bo'ladimi, yoki uyingiz bo'ladimi, chiroyli qilib beraveradi. Endi bu yerda giprok ishlari bor. Giprok ishlari bo'lsa, oxirgi rezultatni ham yana qo'yamiz xudo xolasa. Lekin oxirgi giprok qo'yilib, svitodiodlar qo'yilganda vapsi ham o'lib qoladi. Karachi bunda o'zbekcha qilib aytganda oy uyingizning ichida bo'ladi-da. Oyning tagida tashqarida romantika bo'lmaydi. Ichkarida romantika bo'laveradi. Haqiqiy lekin romantik xona, ular kelin-kuyovlarga lekin dahshat o'tiradigan xonada. Tepada patologda svitodiodlar qo'yilsa, vaqtda mana oy qaysidir kinoda bor-ku. Er-xotin chiqib nima qiladi? Oyni tomosha qilayotganda. Samingiz kamiga o'tiribmi? Ha. Madridda o'zbek mashhur kino edi. Eshitibda bilganlar kommentariyaga yozvasin shu kinoni. Hozir tilga kelmay qoldi. Dahshatli. Xudo xolasa yana bitsa ko'raveramiz. Endi yana boshqa fantaziyalar ham qilinaveradi, boshqa joyda qilinsa. Endi bu yerga xona ozroq mayda, o'shanga mo'ljallanib qilinyapti. Katta xonalar bo'lsa, bundan ham zo'rlarini qilib, yana ham fantaziya ishlatilsa, bunga nisbatan ham zo'r chiroyli bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Nasib qilsa, xudo xolasa buni ham bitganlarni, yana ish jarayonlarini ko'rsatib boraveramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.